Agar sizda kuchsizlik, kun davomida layoqatsizlik yoki vaznni ortib ketishi, atoklar, depressiya holati yoki asab buzilish tizimi bilan bog'liq bo'lgan muammolar tanish bo'lsa, videoga yaqinroq o'tiring. Bugun dietolog Sadoqat Muhammadjonova sizga mana shu muammolaringizning eng asosiy sababi, ya'ni qalqonsimon bez faoliyatini, holatini tushirish uchun sabab bo'luvchi omillar haqida to'liq ma'lumotni beradi. Qalqonsimon bez gormoni mana shu bo'yin sohamizda joylashgan kapalakcha shaklidagi, mana rasmda ham ko'rib turibsiz, xuddi mana shu shakldagi gormon hisoblanadi. Juda ham ko'pchilik insonlarda bu gormonni past bo'lish holati, ya'ni gipotireoz holati ketadi. Gipotireoz holati esa u gormonni yuqori bo'lishi. Lekin gipotireoz holati ketayotgan bo'lsa, insonlar tezlikda asabiylashadi, vazn birdan ortib ketishi mumkin yoki atokni hisobiga vес olishni boshlaysiz. Chunki bu gormon aynan energiya almashinuvida va metabolizm jarayonini, moddalar almashinuvi jarayonini qirolichasi hisoblanadi. Agar siz ertalab uyg'ongan paytda qanaqadir lanjlik yoki layoqatsizlik, ishga bo'lgan layoqatsizlik yoki kun davomida holsizlikni his qilayotgan bo'lsangiz, aynan qalqonsimon bez gormonini albatta tekshirtirishingiz kerak. Bunga albatta bu gormonni holatini yomonlashuviga bir nechta omillar sabab bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan mana shu omillarni birin-ketinlikda hammasini ko'rib chiqamiz. U bizga turli xildagi belgilar bilan o'zini namoyon qiladi. Ya'ni libidoni pasayib ketishi yoki bo'lishi mumkin sizda o'sha asabiylik holatlarini o'ta kuchayishi, hattoki siz issiq havoda ham sovuq qotishingiz mumkin yoki qo'llaringizni doimiy muzdek bo'lishi, selulitlarni juda ham organizmda ko'payib ketishi yoki aynan ishtaha bilan bog'liq bo'lgan muammolarning paydo bo'lishi. Bularning hammasi mana shu qalqonsimon bez gormonini faoliyatini tushishidan sizga darak. Demak, birinchi o'rinda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jarayon bu albatta oqsillarning miqdori. Agar sizda yeyotgan oziq-ovqatlaringizdan oqsillarning miqdorini to'liq holatda ola olmaslik holati bo'layotgan bo'lsa, ya'ni oqsilning yetishmovchiligi, bu albatta qalqonsimon bez gormonining holatini yomonlashtiradi. Nimaga aynan birinchi navbatda oqsil haqida gapiryapman? Bu narsani tushuntirib beraman. Qalqonsimon bez gormonini bu biza oqsil gormoni desak ham bo'ladi, chunki u aynan aminokislota L-tiroksindan tashkil topgan. Topgan. Agar siz kun davomida oqsilni me'yorida bermasangiz, bilasiz, oqsillarning manbalari bu aynan go'sht, tuxum, tovuq go'shti yoki dukkakliklar yoki yong'oqlar. Mana shu mahsulotlar ratsioningizda kam bo'lsa yoki oshqozon ichak tizimi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lganda ham siz yeyotgan oziq-ovqatlaringizdagi oqsil organizmda so'rilmasligi mumkin. Demak, xuddi mana shu holat ketyaptimi? Bu albatta aminokislotaning sifatiga va sizning qalqonsimon bez gormoningizni holatini yomonlashiga sabab bo'ladi. Sizda esa boshlanadi depressiya, atok bo'lish yoki vaznni ortib ketishi, o'ta kuchsizlik holatlari. Ikkinchi sabab esa juda ham qattiq dietalar qilish, ya'ni juda qattiq uglevodsiz dietalarni qilish. Bilasiz, uglevod bu albatta bizga energiya manbai hisoblanadi. Biz yeydigan uglevodlardan kuch olamiz, energiya olamiz. O'ta qattiq dietalarda bilasiz, uglevodlarning miqdori albatta cheklangan bo'ladi. Masalan, keto dietada aytaylik. Keto dietada ham siz asosan foydali yog'larni ratsioningizga ko'proq kirgizasiz, lekin uglevodlar miqdori juda ham kam bo'ladi. Demak, mana shu holat ham sizdagi qalqonsimon bez gormonining faoliyatini pasayishiga sabab bo'ladi. Va qarabsizki, sizda depressiya, holsizlanish boshlanadi. Demak, ratsioningizga albatta uglevodlarni qo'shing. Ya'ni uglevodlar bu albatta sodda uglevodlar va murakkab uglevodlarga bo'linadi. Murakkab uglevodlar bu organizmda sekin hazm bo'ladi. Ya'ni siz yeydigan o'sha grechkalik kasha bo'ladimi yoki kinoadan tayyorlangan salatlar bo'ladimi? Bular organizmda sekinlik bilan hazm bo'ladi va sizga uzoq muddat to'qlik hissini beradi va energiya beradi. Ratsioningizga kirgizing albatta mevalar, rezavorlar va kashalardan. Chunki ular uglevodning manbai hisoblanadi. E'tibor berganmizlar, juda ham ko'pchilik insonlar mana pitaniya boshlaydi, ozishni boshlashadi, uglevodlarni ratsionidan qarabsizki 4-5 kilogramga ozadi. Lekin agar bu doimiy haftalar davomida bo'ladigan bo'lsa, tana vazn keyinchalik plato holatiga tushadi. Ya'ni 4 kilo, 5 kilo ozadi, 3-haftaga borganda ves umuman yurmay qotib qoladi. Mana shu holatga ham uglevodni o'ta ratsiondan cheklab tashlash sabab bo'ladi va shitavitnik bilan, ya'ni qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolarni keltirib chiqaradi. Uchinchi sabab esa albatta o'tirib ishlash haqida. Ya'ni o'tirib olib, kun davomida asabiylik holatida ishlagan insonlar kun va tungi rejimiga amal qilmagan paytda, bioritmga amal qilmagan paytingizda ham shitavitnikda muammolar kelib chiqadi. Agar sizda aynan mana shu qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, organizmingizda suv to'planadi. Ya'ni suv hech qayerga chiqib ketmaydi va natijada siz atok bo'lib ishni boshlaysiz. Qo'llaringiz, oyoqlaringiz, yuzlaringiz, butun badaningizda sizga atok belgisi bilan namoyon bo'ladi. Bitta narsa borki, bioritmga faqatgina insonlar emas, hattoki kichkina jonzotlar ham amal qiladi. Ya'ni ertalab uyg'onish, kechqurun uyquga ketish. Mana shu holatga siz e'tibor bermas ekansiz. Birda tungi uyqu normasi bilasiz 6-7-8 soatgacha. Kechqurun siz soat 10-11 da uxlab bo'lgan bo'lishingiz kerak. 6-7 da esa ertalab turib, o'sha bomdod namozlaringizni o'qib yoki ishga ketishingiz mumkin. Mana shu holatga e'tibor bermasangiz, bioritmga amal qilmasangiz, sizda albatta shitavitnik bilan, sizda albatta qalqonsimon bez
bez faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Endi siz aytishingiz mumkin, men nochda ishlayman, tunda ishlashimga to'g'ri keladi, zavodda yoki bo'lishi mumkin, masalan, medsestralar yoki vrach bo'lishingiz mumkin. Vrachlar ham ko'pincha smenada turib nochda ishlashga to'g'ri keladi. Albatta, bunaqangi holatlarda iloji boricha kunduzgi uyquni organizmga berish kerak. Tunda uxlamayapsizmi? Demak, siz ertalab uyga kelganingizdan keyin albatta kun davomida hech bo'lmaganda 5-6 soat kunduzgi uyquni organizmga berishingiz shart. Bilasiz kortizol gormonini. Ya'ni kortizol gormoni bu buyrak usti bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan, mana shu buyrak usti bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. U bizani stressli holatlarimizni boshqaradi. Lekin bizani energiyamizga sabab bo'ladigan gormon bu aynan o'sha qalqonsimon bez gormoni. Demak, mana shu ikkita gormon bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Sizda qancha kuchli stress bo'lsa, asabiylik holati bo'lsa, nerv sistemangiz bilan bog'liq bo'lgan muammolaringiz bo'lsa, shuncha qalqonsimon bez faoliyatida tushish holatlari, ya'ni qalqonsimon bez gormonini tushish holati, gipotireoz holatlari kuchayib ketadi. Stressni yengish uchun iloji boricha toza havoda ko'proq yurish yoki masalan bo'lishi mumkin meditatsiyalar bilan shug'ullanish yoki Qur'on tinglash yoki qo'shiq tinglash. Siz nimadan bu hayotda zavq olasiz? Mana shu narsa bilan ko'proq albatta shug'ullanish kerak. Ora-orada dam olishni unutmang, chunki biz insonlar aytganimdek albatta bioritm chinchasiga ertalab kun chiqqan paytda ertalab uyg'onib ishga ketishingiz, kechqurun tunda siz uxlashingiz, mana shu rejimga amal qiladigan bo'lsak, gormonlaringiz bilan bog'liq bo'lgan, sog'lig'ingiz bilan bog'liq bo'lgan, kayfiyatingiz bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqmaydi. 4-7-8 metodi bor. Stressli holatlarni kamaytirish uchun eng zo'r yordam beradigan metod hisoblanadi. Bu metod haqida Telegram kanalimda tushuntirganman. Telegram kanalimga albatta obuna bo'lishni unutmang. 4-7-8 metodi, ya'ni sizdagi stressli holatlarni kamaytirishga, kortizol gormonini o'ta baland bo'lmasligiga yordam beradi. Bu haqda esa ma'lumotlarni Telegramda osongina topasiz. Albatta ulanib oling. Va oxirgi 4-usul bu defitsitlik, ya'ni vitamin va minerallar defitsitligida ham qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqadi. Ayniqsa yod tanqisligida. Qalqonsimon bez gormoni degan paytda siz ikkita narsani yodingizga oling. Birinchisi bu oqsil, ikkinchisi bu yod. Yod organizmga yetishmagan paytda ham holsizlik, kuchsizlanish, layoqatsizlik, ishga bo'lgan kun davomida charchash holatlari bo'lmasa, ko'p ish qilmagansiz, mana shu holatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bilasiz, sizda gipotireoz holatlari ketadigan bo'lsa, ya'ni qalqonsimon bez gormonining o'ta past ko'rsatkich ketadigan bo'lsa ham, sizni buqog'ingiz razmeri hattoki kattalashishni boshlaydi, yod tanqisligida ham. Demak, siz qabul qilishingiz mumkin yodamarin yoki yodafol tabletkalarni kun davomida, lekin ayrim insonlarda yod keragidan ortiq bo'lishi mumkin. Buni esa albatta analiz topshirish orqali, ya'ni siz TTG, T3, T4 gormonlariga analiz topshirish orqali o'zingizni holatingizni ko'rishingiz mumkin. Lekin o'zi aslida juda ham ko'pchilik insonlarda vitamin D yetishmaydi. Ayniqsa ayollarda bunaqangi holat bo'ladi yoki xrom, magniy yetishmagani hisobiga ayollarda shirinlikka, ovqatga bo'lgan ehtiyoj ortib boraveradi. Demak, biz qabul qilishimiz mumkin, agar sizda gipotireoz holatlari bo'ladigan bo'lsa, albatta vitamin D, magniy, xrom, sink yoki vitamin C, aynan bunda kofaktorlarni inobatga olish kerak. Ya'ni qaysi vitamin bilan birgalikda qabul qilingan paytda organizmda yaxshi so'rilish hosil qiladi. Masalan, magniy vitamin D bilan qabul qilinsa yaxshi so'riladi yoki kollagen bilan birgalikda vitamin C ni qabul qiladigan bo'lsangiz, organizmda yaxshi so'riladi va sizda ichayotgan vitaminlaringiz tezlikda effekt berishni boshlaydi. Agar sizga yana bu haqidagi ma'lumotlar va aynan jadval kerak bo'lsa, ya'ni kofaktorlar haqidagi jadvallar kerak bo'lsa, Telegram kanalimdan osongina topasiz. Demak, biz bildik. Qalqonsimon bez faoliyatida muammo bo'lgan paytda birinchi navbatda albatta to'g'ri ovqatlanish qonun qoidasi, ya'ni to'g'ri ovqatlanishda ratsioningizga kerakli bo'lganda ratsioningizga kerakli oqsillarni kirgizish, uglevodlarni o'ta cheklab tashlamaslik kerak, chunki uglevodlar boya aytganimdek energiya manbai. Uyqu va stressli holatlaringizga e'tiborli bo'lish va albatta vitamin va minerallarni qabul qilish bu eng zo'r yordam beradigan holat. Sizdagi o'sha lanjlik, layoqatsizlik, depressiya holatlari, asabiylik holatlari va albatta ortiqcha tana vaznidan qutulishingizga yordam beradi. Yodingizdan chiqarmang, agar sizda qalqonsimon bez gormoni bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, hattoki siz to'g'ri ovqatlanayotgan paytingizda ham, fitness qilayotgan paytingizda ham sizda ozolmaslik holati bo'lishi mumkin. Bunda qo'shimcha vitaminlarni va preparatlarni qabul qilgan holatda organizmingizga yordam berishingiz mumkin. Mana ozish marafonlarimda ishtirokchilar mana bu holatga gormonlarni to'g'irlagan holatda tushyapti. Agar yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, albatta videoga like bosing va kommentariyaga yozing. Keyingi mavzular nima haqida bo'lsin? Shu mavzular haqida gaplashamiz. Kommentariyani albatta o'qiyman.